Opa, bu o'sha mashhur legendarniy ulupka ko'ylagingizmi? Xuddi o'zi Tursunoy. Voy, bezaksiz boshqacha ekan umuman. Ha, bezaksiz umuman boshqacha ko'ylak, rostdan ham. Nima deb o'ylaysiz? Shu ko'ylagimni bezaksiz sotib olgan bo'larmidingiz? Voy, yo'q, Ra'no opa, bezaklari o'ziga yarashgan, o'sha bezakligini sotib olgan bo'lardim, nech pul bo'lsa ham. Ha, to'g'ri aytdingiz Tursunoy. Sababi aynan mani Rano Collection brendimni har bir liboslari mana shu qo'l bezaklari bilan ajralib turadi. Qo'l bezaksiz liboslarimiz xuddi mana shunaqa, xuddi oxiriga yetmagan ishdek ko'rinishga ega. Va mana shu qo'l bezagi bilan bu ko'ylaklarimiz yer bilan osmoncha farq qiladi. Qo'l bezagi ishlatilgandagi holati va qo'l bezaksiz holati mana shunday ko'rinishga ega bo'ladi. Xuddi shu libosga bitta insonni maksimum 3 kun vaqti ketadi. Vaqtiga qarab, bemalol, kayfiyatiga qarab tikkanida. Lekin mana shu 2-3 kunlik mehnatning samarasi orqali ushbu libosning qiymati 5 barobarga eng kamida oshadi.